Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun mana ko'pdan kutilgan oftalmolog, yaqin o'zim tanishim, do'stim Nazar bilan bu intervyuni banihoyat qilamiz va sizlar hamma kutgan savolligi, xudo xolasa bugun javob beriladi. Menda где-то bir 10 tacha savol yig'ilgan, shu sizlarni xohlagan savolinglar, o'zim xohlagan savollar va shulardan sekin boshlayveramiz. Tak. Biz o'zi Nazar bilan to'g'risini aytishim kerak. Ruscha gaplashganda sansirimiz, lekin intervyu uchun bir-birimizni o'zbek tilida hozir sizlab gapiramiz. O'shaning uchun Nazar, sizga gap, o'zingiz haqida ozgina tushuntirib bering. Qayerda o'qigansiz, qayerda tug'ilib o'sgansiz va qanaqa qilib Germaniyaga kelib qo'ygansiz? Rahmat. Assalomu alaykum Bekzod. Ismim Bekzod gesagt hat. Also aytishdi Nazar, familiyam Abdusalamov. Men Samarqandda tug'ilganman. Samarqandda o'sganman. Maktabni bitirgandan keyin Samarqand davlat tibbiyot institutiga o'qishga kirganman. 3 yil o'qiganman. Dan keyin Samarqanddan tibbiyot institutidan Sankt-Peterburg pediatrическая akademiyasiga mani endi o'qishni davom ettirish uchun ko'chdim Sankt-Peterburgga. Und shu akademiya so Human Medizin so degani fachni tugagan pediatriya o'qilib, endi keyin anaga ordinaturaga, oftalmologiya ordinaturaga kirganman. O'sha Sankt-Peterburgning o'zida, to'g'rimi? Sankt-Peterburgning o'zida, shu ham pediatriya akademiyasiga. Men eslashim bo'yicha, men o'sha Germaniyada ko'rishganimda, men Berlinda hali yurganim, bu degani men endi kelib til o'rganib yurganim, o'sha yerda ko'rishuvdik. Bu 2000 nechinchi yil bo'ldi? 2017 yil, to'g'rimi? 2017 yil, genau. Endi ordinaturaga o'qishni tamom qilgandan keyin men Kaliningradda ishladim. Oftalmolog bo'yicha Kaliningradda ozgina ishladim. Endi ozgina 2013-yildan 2017-gacha 4 yil ishlaganman. Kaliningraddan keyin Germaniyaga ko'chdim. Kaliningradda ishlaganda qanaqa praksisga o'xshagan joyda ishlaganmisiz yoki qanaqadir hozirgi o'sha maksimal Firzorga qanaqa katta operatsiyalar qilinadigan больницада oftalmolog sifatida ishlaganmisiz? Kaliningradda har 3 ta ish joyi edi. Birinchisi katta maksimal Firzorga Krankenhaus, u городская клиническая больница degan. Da ishladim und da operatsiya qildim auch. Kaliningradda ikkinchi ish joyim va xususiy klinikaga bo'lgan ganz normal Prion, Profosмотр, boshqalarni ishladim. Und uchinchisi va optika. Bo'lmasa 2016-yili ko'rishgan bo'lsa, keyin o'sha til o'rganish kursi edi, to'g'rimi? Keyin qachon o'sha ishni boshlagansiz? Imенно siz ham Fachsprachen Prüfung topshirgansiz, to'g'rimi? FSP yoki shunga o'xshagan 2 yillik Berufserlaubnis, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin ish boshladingiz. O'sha nechinchi yil ish boshladingiz va savol qanaqa ish topdingiz? 2017-yil, Berlinda iyul boshlaganman, in einer Privatschule, boshlaganman mit nemis tili o'rganish. Endi yanvar, fevralda ozgina o'zim ham Kaliningradda o'qidim. In Berlin
shu maktabda Sprachschulga u endi intensiv boshlaganman-da. Nemis tilini o'rganish. iyul, dekabrgacha o'qidim. Also dekabr oyida B2 Telk topshirdim. Aber shu oktyabr, noyabr, dekabr oylarida men ishni shu izlashni boshladim. Hali B2 imtihon topshirmasdan oldin o'sha ishni bilishni boshladingiz, to'g'rimi? Yaxshi. Astangina endi tilim shu paytda juda yaxshi emas edi. Und manche Vorstellungsgespräche ist also ingliz tilida bo'lgan. Dan keyin fevral oyida bitta joyni in Privatpraxis also topdim. Also katta klinika emas, zwei also Praxis mit zwei Standorten, also ikkita joy bor edi. Ikkita joyda joylashgan shu xususiy klinikaga, to'g'rimi? Xususiy klinika ikkita joy bor edi. Shu klinikada birinchi als hospitant boshlaganman. Chunki shu paytda Berufserlaubnis degan narsa yo'q edi, Fachsprachprüfung yo'q edi. Chunki shu Niedersachsen, also atroflarda shu qaror shunday edi, agar ish joy Niedersachsenda bo'lsa agar, nur dann also kann man der Fachsprachprüfung beantragen. Also demak, o'sha ishlaydigan joy Niedersachsenda bo'lishi kerak. Birinchi, keyin o'shadan как бы Zusaga olasiz. Ishidan, ish beruvchi klinikadan mana shu insonni opsional nazar ishga olamiz deb o'sha hujjat bilan keyin borib o'sha Fachsprachprüfungga dokumentlarni topshirasiz. Faqatgina o'sha ishxona Niedersachsenda bo'lishi kerak va o'sha Niedersachsenda o'zida topshirish kerak, to'g'rimi? Also ish joyi обязательно Niedersachsenda bo'lishi kerak edi. To'xtalib o'taman. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Biz o'sha 2016-2017-yil topshirganimizda menda ham xuddi shunaqa. Sachsen-Anhaltda boshlaganman, birinchi ish topganman, keyin Fachsprachprüfungga dokumentimni topshirib, keyin ruxsat berishdi. Hozir bilishim bo'yicha вообще o'zgarib ketgan. Masalan, Bayernda yoki Hessen, Bayernda ham shunaqa, просто borib topshirsa bo'ladi. Hech qanaqa ish joyi kerak emas. Xohlagan odam borib topshiradi, olgandan keyin даже menimcha xohlagan joyda, xohlagan Bundeslandda ham FSPS bilan ishlayveradi. Bilmadim, sal o'zgarishlar bor, o'shaning uchun yaxshi o'zgarishdi, to'g'risini aytsa. Xuddi shunday, also meni bitta tanishim bor, u Toshkentda yashaydi. Shu radiologiyada ishlaydi. Berlinda dokumentlarni yuborib, Berlinda shu Fachsprachprüfung approbatsiya, also Kenntnisprüfung olishibdi Berlinda. U kishi Toshkentda yashaydi, Toshkentda ishlayapti. Tayyorlanyapti. Tayyorlash endi terminni berishibdi Berlinda. Endi Berlinda aniqni bilaman-da. Yaxshi. Men bilmasdim, masalan, bunaqa varianti ham bor. Eshitgandim, lekin aniq kimdir shunaqa qilganini hali eshitmagandim. Yaxshi, zo'r bo'lmasa. Bo'lmasa, keyingi savol endi studentlar uchun-da ko'p so'rashadi, men mana shu yo'nalishni tanlamoqchiman, yo'qmi deb. O'shaning uchun shunga aloqasi bor. Nimaga aynan oftalmologiyani tanlagansiz? Va nima sababdan Germaniyani tanlagansiz deydi. Endi Germaniyani tanlagan ko'pchilikga tushuntirish kerak emasdir balkim. Lekin nimaga oftalmologiyani tanlagansiz? Masalan, sosudistik xirurgiya emas yoki ginekologiya emas, neyroxirurgiya emas, nimaga oftalmologiya? Also oftalmologiya birinchi ko'rganman o'z Samarqandda, dan keyin Sankt-Peterburgda.
also oftalmologiya shu so ein mutaxassislik, wo ganz ko'p narsalar ishlasa bo'ladi. Xohlasang jarroh bo'lasan, xohlamasang diagnostika bo'yicha oftalmologiya juda ko'p направленияsi bor. Endi agar men jarrohni qilmayman desang, lazer qilishi mumkin. Intravitreal inyeksiyani qilishi mumkin. Siz judayam nimaga profilniya bo'ladi? Ya'ni oldindan o'ylagansiz, bitta narsaga bog'lanib qo'ymayman, agar to'g'ri, yaxshi fikrlash, chunki odam har yili o'zgaradi. Hozirgi kun endi 10 yildan keyin umuman boshqacha qarashi mumkin, boshqacha narsalarni xohlashi mumkin. O'shaning uchun to'g'ri yondashish, ya'ni shunaqa yo'nalish tanlash kerakki, keyinchalik masalan agar haftasiga 7 kun ishlash xohlamasa, masalan navbatchilik turish xohlamasa yoki operatsiya qilish xohlamasa ham u yo'nalishda qoladi, lekin sal boshqacha narsalar bilan shug'ullanish. To'g'ri, zo'r maslahat, to'g'ri. Men hech o'ylab ko'rmagan ekanman bu narsani. Juda zo'r shirokiy spektr. Xohlasang, mana men hozir klinikada ishlayman. Juda to'g'ri. Xohlasangiz, tez tibbiy yordam yo'nalishi ham oftalmologiyadan bor. Endi klinika nicht barchasiga bor. Endi katta klinika bo'lsa, tez tibbiy yordam oftalmologiyasi institutida Germaniyada bor. Xohlasangiz dejurство qilasiz, Erfahrung gilt auch als xohlamasangiz, пожалуйста, praxis 3 marta, 4 marta, 5 marta bir haftada ishlasangiz bo'ladi. Teilzeit, Vollzeit. Men bilan bir marta intervyu qilgan, ham Germaniyaga kelib, o'zi Norvegiyada ishlaydigan o'zbek yigit, andijonlik, u ham oftalmolog, u ham aytgan, men shu uchun tanlaganman. Hozir faqat qilgandan keyin Norvegiyada 5 kunga o'tgan, hozir deydi 3 kunga o'tishni o'ylab turibman deydi. O'ylab qarasam, bunaqa pulda ham katta farqi yo'q ekan. 3 kunda ham o'sha 5 kunning pulini topsam bo'lar ekan deydi. Work life balance. Balance ajoyib zo'r, chunki men faqat havas qilsam bo'ladi bunaqa work life balance ga. Men unaqa narsa oftalmologiyada juda hoch niveau. Yaxshi, zo'r. Bo'lmasa, tak. Keyingi savol endi oftalmologiyaga Germaniyada oftalmologiyaga talab qanaqa degan. Men o'zim oftalmolog bo'lmasam ham eshitganman, oftalmologiyaga joy olish, ya'ni o'sha Stellangebot kam juda ham nima deydi, soni kam masalan. Va o'shaning uchun ko'pchilik Germaniyada bitirgan studentlar, med studentlarni o'zi shu oftalmologiyada ishlash xohlaydi va shu sababli konkurensiya juda ham yuqori, to'g'rimi? Savol shundaki, o'sha oldingi eski Sovet davlatidan kelib chiqqan, ya'ni umuman Germaniyada o'qimagan odamlar bo'lsa, masalan, spesifik gapirish kerak edi, chunki hamma o'ylaydi, men O'zbekistondan bo'lib Germaniyada o'qisam, shansim bari kam. Yo'q, unaqa emas. Germaniyada o'qib bitirsa, hamma bilan bir xil shans, to'g'rimi? Faqat diplomni qayerda o'qiganiga qarab bu yerda diskriminatsiya qilishadi. Bu diskriminatsiya emas, to'g'ri. O'shaning uchun O'zbekistondan masalan kelib sizga o'xshab oftalmolog bitta ishlamoqchi. Shansi qanaqa studentlarni? Endi oftalmologlar Germaniyada xuddi boshqa yo'nalishlar, boshqa shifoxonalar yetishmaydi. Ish bor. Ish bor. Topsa bo'ladi. Endi farqi yo'q, qaysi yo'nalishni talabangiz o'qiydi, farqi yo'q, O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi, farqi yo'q. Bu pediatrmi, lechebniy delo o'qiydimi, tilni bilish shart. Tilni bilish shart. Tilni bilmasa, u hech narsa bo'lmaydi. Tilni o'qish
dann kein, also Fachsprachprüfung, dann Kenntnisprüfung oder schon mal die Gutachten ohne imtihonlarni shu diplomni anerkennung qilsa bo'ladi. Agar shu tilni studentlar, also talabalar agar tilni B2, C1 so atroflarda bilishadi, C1 nima o'sha B2ga manaqa B2 qilib etsa, chunki hamma maksimalni B2 qiladi-da, o'shaning uchun men C1 deyman. C1 ga harakat qilish kerak deyman. Chunki qanchalik aytganingizdek, qancha tilni yaxshi bilsa, shunchalik shansi katta. Tim более juda ham konkurensiya yuqori bo'lgan yo'nalishga kirmoqchi bo'lsa, bu degani native speaker, ya'ni nemis tilida ona tilida gapiradigan odamlar bilan konkurensiya bo'ladi. O'shaning uchun o'shanga yaqin darajada o'sha tilni bilsa, shunchalik shansi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, bu demak, xulosa siz aytmoqchisiz, hali ham Germaniyada talab bor, joy topsa bo'ladi. Va qanchalik tilni yaxshi bilsa, shunchalik shansi yaxshi bo'ladi. Hech qanaqa magic pill yo'q, hech qanaqa shortcut yo'q. Oddiygina tilni bilish kerak va joy qidirish kerak. Yo'q, magic pill yo'q, also faqat tilni bilish shart. Das ist Punkt. Keyingi savolim примерно shuni endi javob berib ketdi. Ketma-ketligi qanaqa qilib oftalmolog bo'lish haqida degan, endi hozirgi oldingi savollarda aytib ketganimizdek, aytib ketdingiz ham, imtihon nima, til bilish kerak, diplom bo'lish kerak, til bilish kerak, keyin ish topish kerak va til qanchalik yaxshi bo'lsa, FSP ni topshirib va o'sha yerda ishlash kerak. Bo'ldi, unaqa hech qanaqa boshqacha yo'li yo'q. Oftalmologiya ham xuddi boshqa yo'nalishga o'xshab ishga kiriladi. Xuddi shunday, xuddi boshqa yo'nalishi, az oftalmologiya shunday. Agar endi masalan medijobs.de oder indeed.com ko'rsangiz, also innere medizin terapeutlar masalan 100 vakansiya bor. Also 100 ta vakansiya bor. Ya, oftalmolog bo'lsangiz agar 25 ta bor ekan. Da. To'g'ri, bu normal. Hamma joyda shu, chunki nima deydi, har bitta больницада oftalmolog bor emas, lekin har bitta больницада unfal xirurg bilan innere meditsin bor. Richtig. Ya. O'shanga yarasha son ko'proq, joy ham ko'proq. Bu normal bu. Keyingi savol qiziqarli, menimcha ko'pchilik so'raydi ham. Germaniyada oftalmolog bo'lib ishga kirayotganda, o'sha O'zbekistondagi davlat imtihoni yoki Rossiyadagi o'sha государственный ekzamendagi baholi qanaqadir rol o'ynaydimi deydi. Hech kim bilmaydi ham, to'g'ri, hech kim so'ramaydi ham diplomini ochib. Yo'q. U farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. 3 bo'lsa, 4 bo'lsa, a'lo bo'lsa, u hech kim это spielt gar keine Rolle. Hech qanaqa rol o'ynamaydi. Men o'zim hali hech kimga aytmaganman, men shu yerda aytaman hozir. Pediatrichkada o'shani universitetda glavvrachi bor edi. Esimda yo'q hozir kimligi. O'sha glavvrach ham детский хирург edi. Государственный экзамен по детской хирургии men bitta o'zim shunga tushib qolganman. Qolgan hamma boshqa anaqalarga udrishga borishgan, boshqa anaqalarga tushganda, men именно shunga tushganman. Hozir esimda ham yo'q ismi. Jahli chiqib, qanaqadir вообще настроениesi yo'q bo'lganda, menga 3 qo'yib chiqazorgan. Manda ekzamen детская хирургия, manda o'zim xirurgический yo'nalishda ishlayman, manda 3 turibdi. Hech bitiganda hech kim so'ramaydi ham, ochib ham qaramaydi. Diplomim qayerdadir yotibdi manda. Hech kimga qiziqmaydi. Also men diplomda bitta удовлетворительно, also bitta 3 bor. 3 bor, ha. Oftalmologiya. O'shaning uchun ana eshitayotganlar hech qanaqa ishga qiziqi yo'q, hech kim qaramaydi ham. Qaramaydi. Agar o'zingiz bilimingiz joyida bo'lsa, kalla joyida bo'lsa, til yaxshi bo'lsa, shans bor yo'q edershi. Xuddi shunaqa hayotda ham 3 ga ishlasangiz, конечно, shans yo'q. U qog'ozdagi baho subyektiv baho. Kimdir o'sha domlalarni ustozi mazasi bo'lmaganmi, bilmadim, kofesini ichmaganmi ishqila. Ya, dorisini ichmaganmi, kofesini, dorisini ichmaganmi. Men shu imtihonda 5-kursda aytdim, so'radi, sen kim bo'lsan? Men aytdimki, oftalmolog bo'lmoqchiman.
Mayli. Endi hamma savollarga javob berib, u aytdiki, juda ham yaxshi, lekin oftalmolog bo'lsang shu yetmaydi. Azor. Uch shu xato edi. Yaxshi. Keyingi savol ham qiziqarli. Juda ham o'rinli savol deyman. Masalan, o'sha rezidenturada deyilgan, ya'ni white buildingda nemishchasiga tugatish paytida qanday operatsiyalarni mustaqil, ya'ni samostoятельно qila oladi yoki qila olish kerak. Shunaqa deyman, qaysi operatsiyalarni o'rtacha men o'zim ham bilaman. Har bitta tugatgan white buildingni yoki faxars topshirgan odam bir xil xirurgik qo'lidan kelmaydi. Bir xil joyda o'qisa ham, bitta больницада ham, bitta optalmingda bo'lsa ham har xil qo'ldan keladigan bo'lib chiqadi, lekin hamma faxarsini oxirida bir amallab oladi. O'shaning uchun minimum nimani qila olish kerak xirurgichески и maksimum nimani qila olishga o'rgansa bo'ladi. Shu oftalmologiya yo'nalishi Germaniyada sogenannte Weiterbildung 5 yil. Also 5 yil Assistenzarzt ishlatsa bo'ladi. Endi shu barcha klinikada, hamma klinikada va studentni yoki shifokorni o'ziga bog'lab, qaysi klinika nima qiladi. Masalan, barcha kliniklar tez tibbiy yordam beradi. Manki klinikada shu tez tibbiy yordam oftalmologiya yo'nalishiga yo'q, umuman yo'q. Manki klinika faqat katarakta operatsiyani qiladi. Barcha klinikalar hamma narsalarni qiladi. Endi masalan mana shu yerda Maksimal Fizorger klinikasida birinchi, ikkinchi yil Weiterbildungsordnung degan narsa bor. Birinchi, ikkinchi yil umuman assistentlar operatsiya kirmaydi, operatsiyalarga qilmaydi. 3-yil assistent artslar ular Веки, лид общий. Ну, кошт какой. Mana yaxshi bilgan. Endi o'zbek tilida bilmayman, xalyazion degan narsalar, endi kosmetik operatsiyalar, agar shu dermatoxalazis, oftalmologlar tushunardi. Shunaqa narsalardan boshlaydi, kichkina. Boshlaydi, da. Shu oberflächlich, nur yuzaki, ko'zga hech kim tegmaydi, ko'zga tegmaydi. Shuni. Shu 6 oy, 7 oy shunaqa bo'ladi. Endi 3-yil oxirsida pterigium degan kasallik bor. Shuni boshlaydi. Dan 4-chi murakkamlar shu boraveradi. O'rganayotgan odam o'ziga birinchidan qayerda o'rganayotganiga bog'liq. Больницada agar shu operatsiyalar qilinsa, imkoniyat bo'ladi shu operatsiyalarni o'rganishga. Birinchi, ikkinchi operatsiya qilinmaydi, keyinchalik o'sha kattaroq operatsiyalarni qilishga ruxsat berishadi va o'rgatishadi. Ruxsat beradi, lekin agar shifokor o'zi aytadi, interesim yo'q, shunaqalar bor, interesim yo'q, men operatsiya qilmoqchiman, qilmayman, interesim yo'q, men faqat shu konservativniy oftalmologiya qilaman, пожалуйста, тогда endi boshqa odamlar bor shunaqalar bor. Shunaqa gaplashsa ham bo'ladi. Endi 5-yilda so intraokular operation, vitrektomiya, endi отслойка сетчатки degan shu кровоизлияние в стекловидное тело, endi o'zbek tilida
nima bo'ladi? Aytdim, men ham tarjima qilayman. Xo'p, ishqilib tushunolishadi. Agar mana maksimal физор burada tez tibbiy yordam bo'lsa, hamma проникающие ранение глаза. Buni hammasi qilsa bo'ladi. Yaxshi. Karakter xirurgiyani qilsa bo'ladi. Agar xohlasangiz, hech qanaqa problema yo'q. Qilaveradi. Endi maksimal Tarafda yaxshi, masalan, bitta yaxshi joy momenti bo'ldi. Agar masalan operatsiya qilish xohlamasa, men baribir praktikaga ketaman, konservativniy oftalmolog bo'lishman desa zo'r. Chunki boshqa bitta yo'nalishlar bor, masalan, bizning yo'nalishimizda unaqa iloji bor, ko'p emas, lekin konservativ neyroxirurg bo'lish iloji bor, tam praksisda, lekin kamda unaqa imkoniyat. O'shaning uchun bizda kurash katta operatsiyalarga. Va aytib yurgan paytida bir-biri bilan katta kurash keladi o'sha. Assistent sarflarning ichida operatsiyalar qilish uchun. Rahmat, savol yaxshi bo'ldi, javobingiz ham to'g'ri, hammasi menimcha javob berildi. Tak, keyingi savol bu ham juda ham qiziqarli hisoblanadi menimcha. Masalan, men o'zim yo'nalishimda aytganman, aprobatsiyadan oldin faqat virusalomnish bilan neyroxirurgiyada joy topish sal qiyin bo'ladi. Chunki dejurstda turishimiz kerak, bitta o'zi больницада qolish kerak va уже virusalomnish yuridik tarzda уже ruxsat bermaydi bitta o'zi ishlashiga больницада. O'shaning uchun ko'pchilik ish topa olmaydi virusalomnish deganman. Вот oftalmologiyada qanaqa? Faqat virusalomnish bilan aprobatsiya yo'q paytda ish topsa qiyinmi yoki topsa bo'ladimi? Sizda ham shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Virusalomnish bilan boshlagansiz, lekin praksisda. O'shaning uchun aksent, men savolni sal modifikatsiya qilaman. Virusalomnish bo'lganda shansni ko'paytirish uchun ish topishga hamma joyga topshirish kerakmi yoki faqatgina o'sha praksislarga aksent qilish kerakmi? Praksislarga ko'proq topshirish kerakmi dokumentlarni? Ish topsa bo'ladi, lekin masalan endi meni situatsiyamda men 4 yil ishlaganman. Oftalmologiyani operatsiya qilganman, qanaqa endi erfarim bor edi. Shuning uchun für xususiy klinika, also für Praxis, es war osonroq ishni topish uchun. Endi agar talaba aytsa, ya mana men nemis tilini o'rgandim, Fachsprachprüfung topshirdim, ish anoda praksisda topish qiyinroq bo'ladi. Also klinikalar shu talabalarni auch gerne oladi, chunki miyasi frei. Also miyasi endi klinika aytadiki, bizlar endi o'zimiz o'rgatamiz. Boshida qanaqa bizni ishlaganimizni xohlasak, xuddi shunaqa yo'nalishda o'rgatamiz. Yaxshi, boshidan o'zimiz o'rgatamiz. To'g'ri, yaxshi, zo'r. Shunaqa so'rashadi, men opit bilan kelganim yaxshimi, opitsiz kelganim yaxshimi deydi. Men aytaman, masalan, meni chisti bizani klinikada biz reально har yili bitta assistent sars olinadi. Har doim qaraymiz, opiti bormi, yo'qmi? Chunki rol o'ynaydi. Agar ko'p opiti bo'lsa, 15 yillik opiti bordi, nima qiladi u bizda deymiz. Endi kelgandan keyin pozitsiyasi boshlang'ich pozitsiya bo'ladi. 15 yil opit bilan boshlang'ich pozitsiyaga olib bo'lmaydi, qiyinda. Lekin agar opiti borligi, значит, javob shunaqa. Agar oftalmologiyada opiti bo'lsa, tilni yaxshi bilsa, praksisga aksent qilish kerak, chunki u yerda sizni balkim olish shansi ko'proq, chunki o'zingiz samostoятельно ishlay olasiz. Umuman opiti yo'q, faqat diplom bor, xohish bor, tilni biladi, bunda уже klinikalarga, ya'ni birinchi yildan boshlab katta klinikada ishlash. Yaxshi, zo'r. Shunaqa bo'lmasa, javob shunaqa qilamiz. Tak, keyingi savol, Germaniyada qaysi shahar deymiz? Men shaharlarni Bundesland deymiz. Qaysi Bundeslandda, ya'ni qaysi o'sha viloyatda oftalmologiyadan ish topish osonroq? Sizlarda ham shunaqa bo'lsa kerak, hamma joyda shunaqami? Ostdeutschland, Westdeutschland. To'g'rimi? Ostdeutschlandda osonroq, Westdeutschland qiyinroq. Shunaqami?
endi shu juda endi savolni votak degan aytmasa bo'ladi. Endi manki barcha odamlar aytadiki, men qishloqda yashashni xohlamayman. Barcha aytadiki, men faqat shu katta shahar kerak, Hamburg, Berlin oder München, keine Ahnung. Endi ish topsa ham qishloqda, ham shaharda bo'lardi. Lekin oftalmologiya shu yo'nalishida oylik differenz, oylik unterschied qishloq shahri 5-6 ming yevrodagi differenz bor. Qancha? Katta shaharda siz wenig olasiz. Yo'q, yaxshi. Bunisi ko'pchilik rostdan nimagadir katta shaharda ishlash xohlaydi. Da, konkurensiya. Germaniyadagi kichkina shaharlari ham chiroyli shaharlar ko'p, aslida qishloqlari bor. U yerda ko'proq to'lasa, tем более yashash ham ko'proq to'laydi, yashash ham arzonroq. Arzonroq. Yashash ham narsa arzonroq. Hamma narsa arzon. Поэтому да, ish topsa bo'ladi. Endi Bundesland farqi yo'q. Farqi yo'q-da. Endi okay, Ostdeutschland oyliklar kamroq, Westdeutschland ko'proq. Endi masalan, agar siferga aytsa, agar in Hamburgda zum Beispiel oder Berlinda, in der jetzt Facharz, als Facharz 9-10 ming yevro topsa bo'ladi. Endi Berlinda yaqinroqda shu qishloqda olsangiz agar 1 soat moshin bilan Berlingacha tam уже 15 ming, 14 ming topsa bo'ladi. Shunchalik farqi bo'ladi deb o'ylamasdim, bilmasdim men. Yaxshi, zo'r. Farqi To'g'ri, kamroq odam ishlash xohlaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun ko'proq pul berib, ko'proq chaqirishadi odamlarni, to'g'rimi? Shunaqa edi maqsad. Yaxshi, rahmat. Tak, bo'lmasa, bunaqa qilamiz. Keyingi savol endi oftalmologiyaning kelajagi haqida. Siz oftalmologiyaning kelajagi haqida nima o'ylaysiz? Chunki men bir video qilgandim-da, mana shu искусственный intellektni, ya'ni o'sha sun'iy idrokni rivojlangandan keyin ba'zi bir yo'nalishli tibbiyotda xavf bor, yo'qolib ketishiga yoki shifokorlarga ehtiyoji yo'qolishiga degan. Bularning ichiga aytganman, bu radiologiya birinchi o'rinda, chunki künstliche Intelligenz genauso kann interpretieren und dann befunden, aytganimdek o'sha radiologga almashtira oladi. Butun ta'limni, butun anaqani bitta kompyuter anaqa programma almashtira oladi deganman-da endi. Dermatologiya balki shunaqa bo'lishi mumkin. Oftalmologiyada nima deb o'ylaysiz? Shunaqa savol berishyapti. Menimcha unaqa emas, chunki baribir operatsiya qilinadi, odam kerak o'tdi, to'g'rimi? Diagnostikada qanaqadir o'zgarishlar bormi? Da, u radiologiya prinsipi bizlar ham olganmiz-da. Radiologiya ular rasmlar qiladi. Endi 15 ming, 25 ming rasmlarni shu künstliche Intelligenz analiz qilsa, dan diagnozni aytadi. Shu oftalmologiyada xuddi shunday. Masalan, so Netzhaut, Foto kann man analysieren. Und agar masalan diabetische Retinapathie, Diabetic Retinapathie, o'zgartirish wegen Diabetes an der Netzhaut, man mumkin schon Foto zu analysieren und dann diese künstliche Intelligenz shu antwort, shu diagnozni aytishi
Prinzip ist gleich, also genauso das gleiche wie in radiologischen Untersuchungen. Demak, siz o'sha oftalmologiyada ham faqat diagnostikada qanaqadir o'sha rasmlarni yoki qanaqadir o'sha diagnostikada olingan narsani искусственный intellekt analiz qilishga, diagnoz topishga yordam beradi. Baribir oxir oqibat shifokor hal qiladi va shifokor qo'li bilan keyin o'sha davolaydi ko'pincha, to'g'rimi? O'shaning uchun oftalmologiyada unaqa katta xavf yo'q. Ish olib qo'yishiga kompyuterlarni balkim yordam beradi. Yordam beradi. Boshqa savol bermoqchiman. Masalan, bizda ham mana больница Maksimal Ferzogada oftalmologlar bor. Даже oftalmologlar bor, lekin ular отдельно bitta zdaniyada joylashgan. Bizning больницаga tegishli, lekin отдельно ularni почти ko'rmaymiz. Inogda masalan endi shok raumga chaqiriladi, agar qanaqadir politravma bo'lsa, ko'z bilan Augenbeteiligung oftalmolog chaqiriladi, чтобы diagnostik qilish uchun, klinik tekshirish uchun. O'shanda ko'pchilik e'tibor berganman, politravmadan keyin qanaqadir shell baz travma bo'lgandan keyin ko'z shishib ketadi-yu, ko'zni ochib ko'ra olmaydi. Hech qanaqa oftalmoskopiya ham hech narsa bilan ko'ra olmaydi, hech narsa qila olmaydi. Keyin aytadi, "Bu ko'z shishgandan keyin yo'q, qaytgandan keyin mana 2-3 kundan keyin chaqiringlar." Aytmoqchimanki, shuni qanaqadir o'zgarishi bo'larmikin kelajakda, o'sha shishib ketgan ko'zni ham qanaqadir tekshirishga, qanaqadir apparat, UZImi yo endi bilmadim, spetsialniy UZI apparatmi yoki masalan bitta hozir biz yangi narsani ko'rgandim. Agar ko'z ochilsa, Augendruckmessung apparat ko'rmagan, birinchi marta ko'rdim yaqinda. Unda tomchiga o'xshagan narsa ko'z oldiga olib boradi, tik tik qilardi, Augendruckmessung. То есть не инвазивный Augendruckmessung shunaqami? O'shanga o'xshagan qanaqadir narsa bo'larmikin? Nima deb bo'lasiz? Da, shu also UZI also bor Ophthalmologiyada schon seit Jahren, also es ist nichts Neues. Dann hozir masalan bizlarga ham shu aytsangiz IKEA apparat, also zu Augenendruckmessung, бесконтактно и анестезит shu Tropfen, Augentropfen. Anestetik. Kerak emas u. Also IKEA da kann man so messen. Bizlarga endi fotoapparatlar bor, mit also fotoapparat, linza, agar shu masalan mana politravma patsient bo'lsa, shu глазное дно, vordere Abschnitt des Auges, also kann man abfotografieren. Rasmga olib, yoki fotospesialniy fotoapparatni tekshirsa bo'ladi. Да, специальный фотоаппарат bor. Вот. Endi barcha firmalar shu специальный Einsatz для iPhone'ов делают. Also iPhone bo'lsangiz shu apparatni, shu linzani да, qo'yasiz и можно снимать. Yaxshi, yaxshi. Oxirgi savolga keldik. Oxirgi savol oftalmologiyada oftalmologiya o'rganish uchun Facharztausbildungda, o'sha Facharzweiterbildungda mana siz yaqinda Facharz bo'ldingiz, to'g'rimi? Qaysi kitoblardan, literaturadan foydalanishni maslahat berasiz? Agar keyin menga yozib olsangiz, men o'zim keyin o'sha topib Googledan qo'yaman rasmlari bilan, nomlari bilan. Qaysi kitoblardan foydalanish kerak? Klinische Ophthalmologie Kanski. Das ist endi afsus inglizcha, also nemis tilida ham bor. Oxirgi konferensiyada men ko'rardim, уже 10-е izdание bor, also 10-chi. Manda 9-chi izdание, 9-chi, also nemis tilida bor. 10-chi izdание hali faqat ingliz tilida, also hali tarjimasi yo'q hali. Shu это база, да, also Kanske klinische Ophthalmologie, das so Basis. Agar ozgina so tiefer, also ko'proq o'qish желание bor,
Ophthalmologie oder Augenheilkunde von Augustin, also das ist After Augustin. Das ist so eine kitob. Juda hamma narsa bor. Hamma narsa bor, там все есть. Endi agar самый актуальный это kitoblar von Augenärztliche, also American Academy of Ophthalmology. Guidelines mi ularni? Guidelines o'xshagan, lekin shu kitoblar so kichkina kitoblar aber die machen es Har bitta kasallikgami yoki har bitta yo'nalishiga, har bitta yo'nalishga bitta отдельный kitob qilib Ragavica, Konjunktiva, also barcha kitoblar, so kichkina kitoblar, ular по-моему alle 2 Jahren oder jedes Jahr machen. update ham qilib turishadi. Yangilangan informatsiya. Это вот juda ko'p. Agar endi Facharztprüfung bo'yicha Kanskiy yetadi. Kanskiy yetadi. Qancha davom etdi imtihoningiz? Facharztprüfung. Imtihon. Yarim soat, 1 soat. Yarim soat, yarim soat gespräch. Ko'pchilik bilmaydi ham O'zbekistonda Facharztprüfung, ya'ni qanaqa o'tadi bu yerda. Xirurgik yo'nalishmi, boshqa yo'nalishmi, inner meditsina, anesteziologiya, oftalmologiya hammada suhbat bo'ladi, to'g'rimi? Balkim ba'zi bir diagnostik nimalarni ko'rsatishi mumkin, to'g'rimi? Atak 100% hech kim hech qachon imtihon paytida qanaqa operatsiya qilishini tekshira olmaydi. Tekshirilmaydi ham. Hech qayerda menimcha unaqa yo'q. Amerikada ham xuddi shunaqa, board certificationda ham xuddi shunaqa, hech qachon surgical skills tekshirilmaydi. Ne tekshirmaydi? Endi aytish kerak-da, qaysi operatsiya, shu operatsiya nazvaniyani aytish kerak. Nima qiladi? Sizlarda ham logbook bor, logbook ichida определенный количество, logbookga hamma kirib topsa bo'ladi. Googledan o'sha RC kameraga kiriladi, har bitta bo'lmaslarda o'zida RC kamera bor va o'sha yerda отделениеga kirib oftalmologiya logbook topsa bo'ladi. O'sha yerda nimalarni bilish kerak, soni bilan ko'rsatilgan bo'ladi, to'g'rimi? Да, там есть minimum и qancha siz qilgansiz. Да, это shunda ham shu operatsiyalar bor, diagnostik narsalar bor, hamma narsalar tam 14 tami 15 ta qog'ozlar, shu logbook. Oftalmologiya bo'yicha. Zo'r. Hamma savolga menimcha javob oldik. Почти 1 soatcha gaplashib qo'ydik shekilli, yarim soat gaplashish uchun. Men hamma o'sha Instagramdagi, YouTube'dagi hammalarga nomidan rahmat deyman sizga. Savollarga javob berib, vaqt topganingizga. Bu intervyu endi YouTube'ga chiqadi, kattaroq format bo'lgani uchun va o'sha yerda YouTube'da hamma ko'rib, kerak savollarga javob topadi deb umid qilamiz. Agar vaqtingiz bo'lsa, keyinchalik o'sha kommentariyaga 100% qo'yaveraman, savollar yozishadi. Agar vaqtingiz bo'lsa, yana qarab turing. Endi iloj bo'lsa, men o'zbek tilida ham javob beraman. Rahmat. Endi hamma ko'rgan eshitdi, o'zbek tilini kechirasizda endi nicht 100%, aber yaxshi. Bu ko'pchilik bizda butun umr rus tilida yoki boshqa tildagi katta bo'lib gapirib o'tadi, keyin o'zbek tilini hayot davomida ham ishlatmaydi, o'sha esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun yaxshi, juda ham почти 1 soat faqat почти 90% o'zbek tilida o'tdi. Yozishsa ham nemischada ko'proq gapirib o'rdi o'rtada. Praktikasiz natürlich til, esdan chiqadi. Esdan chiqadi.